Salom do'stlar, sizlar bilan Baron YouTube kanali. Bugungi videoda sizlarga Minecraftga mod qo'shishni o'rgataman. 3D qurollar modini. Buning uchun mana bu modimizga kirib olamiz. Lucky Block modning nomi. Play Market va App Store'dan sotib olish mumkin. Bu yerdan modni qidiramiz. Modning nomi TACZ. Hozir modni ko'rishingiz mumkin. Descarguen este juego que está Qidirishdan topamiz. TACZ. Mana bu yerdan sariq pistolet turgan modni olamiz. Bu 1.21 versiyadan balandiga ishlaydi. Modni men allaqachon yuklab bo'lganman. Endi esa modni Minecraftga ochamiz. Endi Open'ni bosamiz va Minecraft avtomatik ochiladi. So'ngra Minecraftga kirib olamiz. Minecraftga kirib olgandan so'ng bu yerdan nastroykaga kirib global resursdan modni aktiv qilamiz. So'ngra zonaga o'tamiz. Men modni oldinroqdan aktiv qilib bo'lganman. Shu sababli sizlar kirib aktiv qilib chiqishingiz shart. Bo'lmasa mod sizlarda ishlamaydi. Modni aktivlashtirganimizdan so'ng zona ochib, zonaga kirib, mana bu ko'rsatilgan joydan flat zona qilamiz. Shunda u tekshirib ko'rish uchun. Keyin esa boshqa zonalarga ham qo'shishingiz mumkin. Bu modni o'zingizni eski zonalaringizga ham qo'shishingiz mumkin. Nastroykalarni qilib bo'lgandan so'ng eng pastki bo'limga tushamiz va u yerdan hozir qo'shgan 3D qurollar modini aktiv qilib qo'yamiz. Shu bilan zona tayyor bo'ladi. Zonani ochib, unga kiramiz. Zonani ochganimizdan so'ng inventarni ochamiz va u yerdan mana bu ko'rsatgan bo'limga o'tamiz. Va hammasi tayyor. Bu yerda 3D qurollar hammasi aniq o'xshaydi. Faqat 1.20 versiyadan yuqori dastada o'xshaydi. Bu qurolni ko'ring. Uni o'qlarni ham inventarga solib olsangiz bo'ldi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib